أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويسقط الترتيب بالنسيان. Biz qazo namozlarni 5 vaqt yoki 6 vaqtdan eshib ketmagan taqdirda tartibla o'qish lozim dedik. Tartib qachon tushib ketadi desa, unutib qolish bilan tushib ketadi. Unutib qolsa, tartib buzilib ketmaydi. Albatta bu tartibni unutib qolsa chora yo'q bunga. U kishining kallasida yana bir namoz esida bo'lmagan ekan. Va xawfi fawtil vaqtiyya. Bu yuqorida illa an yaqafa fawtaha dedigo, ashi bor shu. Shu mazmun shu. Yani hazır biz Şam'ni o'qiyli deb Şam'ning 5 minut vaqt qolgan chaqda asr o'qimaganligimiz esiga kelib qolsa, asrni o'qib o'tib, ondan Şam'ni o'qib, buni tartib bilan o'qiy desak, Şam'ning vaqtini chiqtirgan bo'lib qolsa, boshda Şam'ni o'qib o'tib vaqtida, undan keyin o'tib ketgan namozni o'qiymiz. Va biz ziyadati ala 5. Yana o'qiyolmay qolgan namoz 5 dan eshib ketib qolsa, tartib tushib ketadi. Xohlagancha o'qisa bo'ldi. Endi bir-birlab buni izohlasak, amman nisyanu faliqawlihi sallallohu alayhi va sallam rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alayhi degan hadis. Wa ma taqaddama min al-hadith, yana yuqorida o'tib ketgan shu man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha degan hadis. ووجهه أن وجه الاستدلال مش دليلنا كالدو دليلدن مهم بوغنا وجه الاستدلال köpünç ahvalda bir muddaga bir sahih ma kelib qo'ydi ya bir oyatni ma kelib qo'ydi, lekin tekshirib kelsak u muddaga bu dalildan unda dalil chiqmaydigan bo'lishi mumkin. Mesela ishkada munozirlashib qolsak, qarshi taraf bir oyatni o'qiydi, bir hadisni sahih hadis Rasululloh bunday degan. Bunda qaramoqqa buning degan da'vosiga dalil bo'lganda ko'rindi. Amaliyotda undan u da'voga hech qanday dalil chiqmaydi. Shu dalildan bizning da'voga isbot chiqarishni biz vajil istidlal deymiz. Bu hadis bizning da'vo qanday dalil bo'la oladi? Va vajhu degan shu. Anna vaqtal faitati vaqtut tadakkur. O'tib ketgan namozning vaqti shu esi kelgan vaqt. Fal yusalliha idza zakaraha degan. فإذا لم يذكرها, yani isi kemiz şu, فإذا لم يذكرها degan, uni yana bir namozning vaqtida esiga olinmay qolsa, فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد. Undan ekan, uning vaqti taqkamagandek. Vaqti kelmagan bir namozdek. Qachon esiga olsa, undan uning vaqti keldi. Lekin hozir vaqti kelgan namoz, biz hozir sham o'qiymiz ham bo'lsa, vaqti kelgan namoz shu. Bu bir namozning vaqti. Ikki namozning vaqti bo'lib qolmadi deydi. Eğer şu bir namazın vaktida hazır Şam okumakçı ama hem esir okumaktıman deb eslab qalsak, hazır ikki namazın vakti bir namazga jamlanib qolgandek bo'lib dedi. Undan ki eslayolmay qalsa, bu namazın vakti yani bir namazın vakti bilan jamlanib qolgan bo'lmaydi. Fala yecib tartib. Qazo namoz vaqti kelgan namoz bilan va o'tib ketgan boshqa namoz bilan qator tizilib qolmagan ekan, to'plashib qolmagan ekan, bu tartib degan gap yo'q dedi. Eğer şu yig'ilib qolsa, tartib bo'libdi. Va amma xawfu fawtil vaqtiyya, endi hozirgi vaqt kirgan namozning vaqti o'tib ketib qoladi, biz qazo namozni o'qiyman deb avarosak degan masala kelsak, fali anna al-hikmata la taqtadi ida'atal mawjudi fi talab al-mafqud. Hikmatning taqozosi shuki, yo'q narsani qo'lga kelib turibdim deb ko'z oldingiz banasidan ayrilib qolishga bo'lmaydi. Odatda insonlar ko'pincha shunday. O'zida bor ne'matni his qilmay, yo'q ne'matning oqidan faraqshaydi. Natijada o'zi bor ne'matni qo'ldan ketkizib qo'ydi. Va li anna wujub al-waqtiyyati thabata bil kitob. Yana bir tarafdan aqliy dalil hamda hozir vaqti kirgan namozning vojibligi, farzligi bu oyat bilan isbotlangan.
oyatda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta degan. Va tartibu sabata bi xabaril ahad. Tartib bilan o'qish hadisda isbotlangan. Hadis bo'lganda xabar ahad bilan mutawatir emas. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki namozlarni shunda tartib bilan o'qiganligi yoki G'azvatul Ahzab, Xandaq g'azotida 4 namozni ajna tizib o'qiganligi masalan. Fa in ittasa'al vaqtu amila bihima. Agar vaqt kang tasha bo'lsa, har ikki namozni o'qib ulgurgan bo'lsa, o'tib ketgan namozni bir o'qib, undan keyin vaqt kirgan namozni azod o'qiyasi bo'ladi. Va in daqa fal amalu bil kitabi awla. Qisilib qilib vaqt kirgan namozni o'tib ketgan bo'lsa, bu chaqda biz ikkining biriga turmaymiz. Va qarasak, oyat kelgan ko'rsatmaga amal qilish oldin o'rinda turdi. Ya'ni inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta degan mushayatga amal qilib, vaqt kirgan shamni masalan qiziqida o'qiymiz. So'yib qolgan namoz, so'yib qolgan holat qolsin. Wa amma kasratul fawaiti fa hadduhu dukhul vaqt as-sabi'a. Namoz ko'payib ketsa-mu tartib tushib ketadi degan. Tartibga rioya qilmasak bo'ldi degan. Buning ko'p bo'lishning chekinaga basi ko'p bo'ladi. Namoz natijaga yetsa biz ko'p bo'ldi deb tartibga rioya qilmasak bo'ldigan bo'ldi desa, 7-chi namozning kirishi bilan namoz ko'p hisoblanib tartib tushib ketadi. Biz 5 namoz deb bekitdik-ku. Hozir ham tafsili taxmo cho'nqirlab tazinish kerak esak 7 namoz deb bekitdik. Li'anna al-kasrata bit-takrar. Chunki qachon ko'p bo'ldi desa, bir narsa takrorlanganda ko'p bo'ldi. Takrorlanmasi ko'p degilmaydi. Va takraru bi vujubi sadisa. Takrar qachon bo'ldi desa, 6-chi namozning farz bo'lishi bilan dedi. Masalan, 5 namoz, bomdod, peshin, asr, sham, xuftan. Zaman buni takrorlik yo'q. 6-chi namoz yana bir bomdod atski bomdod shunda vojib bo'lsa, shu chaqda undan qanday 7 namoz kirgan chaq. 6 namoz qachon vojib bo'ldi? 6 namozning eng oxirgi vaqtida vojib bo'ldi deydi. Fuqaroning qarashida bunda bir xilofiy masala bor. Namozning vojib bo'lish vaqti qachon? Masalan, peshinning vaqti soat 1 dan 4 ga qadar desak, musharliq 3 soat ichida qachon vojib bo'ldi kishining gapiga kelsa, ba'zilar dastlabda azon chiqqandan tortib vojib bo'ldi deydi. Ba'zilar yo'q, o'chada vojib bo'lmaydi, eng oxirida 5 minutda vojib bo'ldi. Shu chaqda zat o'qimasang chataq deya bor. Undan burib o'qimasimi kamchilik bordi. Deb Hanifiy mazhabda al-vujub mutaalliqa bi oxir vaqt deydi. Eng oxirgi 5 minutga bog'lanish. 6-chi namoz qachon vojib bo'ldi degan kelsa, bomdodning shu vaqt chiqtay deb 5 minut qolgan chaqda vojib bo'ldi deydi. Va vujubuhuma bi oxir vaqt mana. 6-chi namozning va 7-chi namozning vojib bo'lgan vaqti eng oxirgi chaq shu edi. Va vujubuha desak bo'ldi, 6-chi namozning gapi bo'lsa, ba'zi kitobda vujubuhama. Bizninkida vujubuhuma deb turibdi. 6-chi namozning vojib bo'lgan chig'i eng oxirgi vaqt shu. Fa innama yatahaqqaqu at-takraru bi dukhul vaqt as-sabi'a. Undan keyin takrar yuz berish qachon o'tirish bo'ladi desa, 7-chi namozdan vaqt kirsa, 6-chi namoz hozir takrorlandi deymiz. Hozir 7-chi gadanga vojib bo'lmadi. Vaqt kirdi, 7-chi vojib bo'lmagan. Lekin 6-chi rasmiy gadanga o'rnab ketdimi? O'rnab ketgandan keyin endi ko'payib ketdi. Hozir bomdod 2 bomdod to'lib qoldimi? Ko'p bo'lib ketdi, endi tartib buzilib ketdi deymiz. Va hada ma'na qawlina an tazida ala 5. 5dan ishib ketsa tartib buzilib ketadi degan so'zimizning ma'nosi bu shu deydi. 6-chi namoz gadang o'rnab ketib, 7-chining vaqti kirgan chaqda 5 namozda ishib ketib, endi jiqilib ketdi degan so'zimizning ma'nosi shu. Li'annahu mata zadatul fawaid ala 5 takunu 6. Chunki o'tib ketgan namozlar 5 dan ishib ketsa, shu 6 bo'ladi. Va mata sara 6 qachon 6 bo'ldi desa, 7-chining vaqti kirgan chaqda 6 bo'ldi deya olamiz. Bundan keyin 7-chining vaqti kirgandan keyin tartib tushib ketadi. Shu 6 namozni biz xohlagancha qazo qilib o'qiymiz. Xuftanni boshda o'qib, asrni keyin o'qib, undan keyin sham o'qib qilamdik masalan. Vaqala Muhammad degandan biz yuqori qarashninki shayxonning qarashganligini bilib oldik.
Muhammed debto iza dakhala vaqtu sadisati saqatat tartib. 6-cı vaqt kirishi bilan tartib buzilib ketdi. Liyanal jinse kathir. Çünkü bu namazning jinsi, namaz degandagi lan buning 5 vaqt namoz desak, salavat desak, jinsi salavat. 5 vaqt namozni ko'rsatdi desak, bu 5 vaqt namozmi jiq bu. Yani ko'plik darajasiga yetadi deydi. Va hada fil fawaid al haditha. Undan keyin hozir Shayxon 7-ning vaqti kirishi bilan 6-siga adanga o'rnab ketgandan keyin 6 namozga adanga o'rnab ketsa, 5 namozni oshgan bo'ldi. Shu chaqda tartib tushib ketdi dedi. Muhammad rahimahulloh 6-cı namozning vaqti kirishi bilan tartib buzib ketdi. Chunki gadanga 5 namoz o'rnab bo'ldi. 5 namozmi ko'p namoz hisoblandi dedi. Va hada fil fawaid al haditha. Unda musho yuqorqi deganimiz yaqinda yangidan o'tib ketib qolgan namozlar. Masalan, tuniganki, ya bugun bilan tunigankidek, mushunda namozlar. Ammal qadimatu, unda ko'p namoz kelsak, masalan, burun 5 yil ilgari men 5 yil namoz o'qimagan, ya 2 yil namoz o'qiyamagan, yoki 35 yoshga kirgandan tortib namozni boshlabdim, uningdan burun bir vaqt namoz o'qiydim degan gap chiqib qo'yildi. Ko'na qazo olib ketib qolgan namozga kelsak, as-sahihu deganligi lam 2 va uningdan ko'p qarash borligi ma'lum. Va shu qarashlarning ichida to'g'ri qarashmi shu? Uningdan boshqalari qanday bo'ldi? Beklam aciz qarash yoki fasid qarash deymiz. Lekin al-asah deb qolsa, al-asah desak, buning qarshisidagi boshqa qarashlar umu sahih. Lekin mabisa al-asah. Lekin as-sahih deb qolsak, buning muqobili ammis aciz yo'q hisobda e'tibor qilinmaydigan qarash bo'ldi. Chunki al-asahdan as-sahih kuchliq ma'no. Al-asah kuchliq. Sahih bilan al-asah ikkisi birga kelib qolsa, shuning ichidan al-asah desak bu jalliqroq bo'ldi. Lekin majroqdan qarasa as-sahih degan birisi bor, yana bir masalada al-asah deb birisi bo'lsa, as-sahih bak kuchliq. Chunki as-sahihning muqobili hammasi yo'q hisobda. Bak aciz hammasi. Lekin al-asah bo'lsa buning oldinliklaricha hammasi sahih. Lekin ma sahihroq, yoki jalliqroq. Al-asah deganda agar shu as-sahihlar bir jinsni to'lab qilib Uningda sal jalliq chiqadi. Lekin bunda ayrim masalada bo'lib qolsa, as-sahih va kuchli. Al-asah kuchli. As-sahihu annaha la tudammu ilayha lima fihi min al-haraj. Yani ko'n namozlarda masalan, 2 namozni o'qiyolmay qolgan burun, 5 yil burun deydi. Bu ko'namni. Bugun 2 namozni o'qiyolmay qoldi. Bunda bo'lgan ahvolda biz konusudan, konu işkilan yana ishkini qetib turib, 4 oldi deb. Endi buni tartibla o'qish kerak demdi, yo'q. Tartibga tushirdi deydi. Ya'ni konusimiz yangi qatmaymiz. Konu ishkisini tartib qolgancha, hozirgi namozdan ilgari bo'lsin, hozirgi namozdan keyin bo'lsin, yoki atigan o'qiyolmay qolgan namozdan ilgari keyin bo'lsin, o'qisanmaydi deydi. Ma to'g'ri qarashda. Chunki uni aslab u peshinmitdi ya asrmitdi deb isli qolmasligi mumkin. Ya'ni qaysi kunning ekanligi masalan isli qolmasligi mumkin. Ya'ni har birini ayrim hisoblaymiz demoqchi. Masalan, o'tgan yili bir kuni peshin o'qiyolmay qoldi. Yana bir kuni sham o'qiyolmabdi. Yana bir kuni asr o'qiyolmabdi. Lekin qaysining burun qazo olib ketganligi esida yo'q. Uch namoz esida bor. Lekin qaysi namozni burun qazo qilib o'tgan esida yo'q. Bundan keyin buni hozir yangidan qazo qilib o'tgan bir 2 namoz bo'lib qolsa, buning ketib turib 5 namoz bo'ldi, 5 namoz bo'lgan keyin men tartibla o'qishim lozim deb uning qaysi burun qazo bo'lib ketgan hozir bilan birga hisoblamaymiz deydi. U burun qilsa ayrim hisoblaymiz, hozirgini ayrim hisoblaymiz. Hozir 2 namoz bo'lgan bo'lsa, bugun o'tkazib o'tgan namozni qazosini tartib bilan qilamiz. Burun o'tib ketganini xohlagan chaqda qilsak bo'ldi demak. Masalan, o'tak yirtilib ketsa, necha yirtilgan bo'lsa, yoki kiyimda 3-4 najosat bo'lgan bo'lsa, buni hamma jamlab ko'limimanchilik deb hisoblarga ishlayapti-ku, jam qilmaymiz demakchi. Undan keyin uni yangiga qetib hisoblamaymiz degan qarash shu to'g'ri qarash. Va qila tudammu uqubatan lahu. Ma ikkinchi qarash, qila degan baklama ajdan. Sahihning muqobili hozir qila bo'lib ketdi.
beklam aciz qarashda buni sal ig'irroq muomala qilib, bu namozni qazo qilgan kishi o'g'achqa buni jazolash yuzasidan sen ash burunqini tartibla o'qishing lozim deb qiyinchilik qilsangiz buni demak. O'cha ta'sim men qasini burun qazo qildim-ki deb uni hisoblashda qiynab qoldi aholi. Shuni bu aciz qarash. La haraja fid din. 5 vaqtlarda 7lik yapılır, kendi namazındaki ama mesela tekrar cıqoğalıqdır, mülkəti çıktırdı. Ondan sonra ahir vaxtında ki mesela bu bandatda qolaqlar, mesela bandatın vaxtı bir gün namazımda da beraber 5 vaxt namaz ötüb ketdi. Ülkenin yeni bir bandatın vaxtı kirib 6-cı namaz şu bandat. 6-cı namaz bundaki bu ahir vaxtı şu gün çıxartdı. Gün çıxışda 5 gün qalanda ahir vaxtı. Lekin bizmen 7-ci namaz qilishda turib, ağır vaxtı çıxartgan bo'lsa, kishini vaxtı qilish alıb boş. Uni hisoblamaymiz. Bo'sh vaqt hozir shunda muhmal vaqt. Hech qaysi farz namozninki vaqt emas u. Shu vaqtni yalib yapqansiz takror chiqibdi ya, biz bayda deganda 7-ci kishini vaqt turgandan chiqibdi. 6 bo'lsa 7-ci vaqt kirdi degan ba'zi hadislar bir namozning vaqti chiqishi bilan yana bir namozning vaqti kirdi degan hadislar bor. Lekin bomdodnikida bomdodning kun chiqishi bilan namozning vaqti tugadi. Aralıqda endi muhmal vaqt bor dedik biz. Yani kun chiqqanda kun tayyorlagan aralıqda hech qaysi farz namozning vaqti bo'lgan muhmal vaqt bor, aralıqqa vaqt bor dedik. Yani va kitobda o'to'g'riliq to'xtalmabdi. Birinchi qarashga asosan 6-si gading o'rnab ketdi desak, kun chiqishi bilan tartib tushib ketdi degan bo'ldi. Albatta ikkinchi qarashdimi? Muhammadning qarashimi albatta. Chunki 5 namozning vaqti 6-sining vaqti kirishi bilan degan ekan, albatta shunday. Qala va idza saqata at-tartibu bil kasrati. Namoz ko'p bo'lib ketib, bir qarashda 6 namoz, bir qarashda 5 namoz gading o'rnagandan keyin, tartib ketgandan keyin, al yaudu idza qallat azib qasa, ya'ni tartib o'zligidan qaytib qolamdi, tartib yana olamdi dedi. Masalan, 15 namoz gading o'rnida. O'rnagandan keyin qazosini qilib keldik. 8 ni qildik, 9 ni qildik. 10'ni qilsak 5 qaldimi? 5 gadini qolgandan keyin 5 namozda 5 ni tartibla o'qish kerak bo'lib qoldi demakchi. Al-Muxtar degandimi bir necha xil qarash borligi, buning ichidan biz fatvo berishga, boshqa javob berishga tanlagan qarash nima ekan deganini bilamiz. Annahu la yaud, bu joyda 5 qapqasimi, 4 qapqasimi tartib bilan o'qish kerak emas. Li'annahu lamma saqata bi'atibariha, chunki oshi namozning sanga qetilishi bilan tartib tushib ketgandan keyin shu namozning o'zi yana qapqasa, ashuning haqqida tartib tushib ketishi texim aniq deydi. Masalan 5 namoz deydi. Bu 5 namoz ilgiriki 5 namozni qetilib 10 namoz bo'lib qolganlikdan yoki ilgiriki 10 namoz qetilib 15 namoz bo'lib qolganlikdan mushu qetilganlikdan bu san olib ketib tartibni tushirayotgan. Shunday tartibni tushirishi rol o'ynagan mushung bog'liq. Undan keyin boshqa shu qolib ketib, ma'ning navbat kelgan chaqdimi? Yani shu namoz o'qilmay shu altil bo'lgandan keyin, yani tartibni tushiribdi deydi. Yani boshqalar bilan birga qatilgan chaqda tushirayotgan yerda o'z yolg'iz turgan chaqda albatta tushiribdi demak. Va suratuhu bundan misol berib, taxmo ochiqlabdi. Law fatatu salatu shahrin, masalan, bir oyning namozi o'tib ketib qoldi. Faqada 30 fajran. Şundan bu 30 bomdatni o'qib bo'libdi. Summa 30 zuhran, 30 peshinni o'qibdi. Masalan, bir oyni 30 kun degan taqdirda. Lekin oy degan 29 kun bo'ldi, 30 kun bo'ldi. Va hakaza. Va bu 30 bomdat, 30 peshin, 30 asr da bunda o'qib ketdi. Sahhal jami'a 30 bomdat, 30 peshin, 30 asr, 30 sham, 30 xuftan deb o'qsa to'g'ri bo'ldi deydi. Hammasi to'g'ri. Va la ya'udu at-tartibu. Tartib ash namozlarni masalan 5 vaqt namoz qilib qolgan chaqda o'zligidan qaytib qolmaydi. Lianna saqita la yahtamil al-aud. Chunki tushib ketgan narsa ikkinchi qaytib kelmaydi. Va kada law qada jami' ash-shahr illa salata yawmin. Shundaqla bir oyning namozini hammamizni qazosini qilib, bir kunlik namoz qilsa 5 vaqt namoz o'xshash. İlla salata yawmin. Thumma sallal waqtiyata wa huwa zakirullah. Ondan 5 vaqt namozdan qopdi. 5 vaqt namoz qolgan chaqda
Aşı ötep ketken 5 vaqt qaza namazım bor deb esil bor turib, hozir vaqti kirgan bir namozni o'qibdi. Aslida bu tartib bilan o'qish kerak-da. Zaman 6 o'z tartib bilan o'qiydi-ku. Hozir 5 bo'lgan ekan, albatta hammalarning ittifoqida tartib bilan o'qish kerak-da. Bu esil bor turib, tartib bilan o'qimay vaqti kirgan namozni o'qiyapti deydi. Jaza lima bayyana. Biz yuqorida bayon qilgandek, boshqa namozlar bilan birlashib turgan chaqda tartibni tushiritilgan bo'lsa, o'z yolg'iz qolgan chaqdami o'ziga nisbatan tartib tushib ketadi dedi o'qiydi. Shunga asosan manda masal gap qasimi, men misaldimi tartib tushib ketadi deymiz. Wala yu'addul vitru fil fawaid. Vitrning hukmini Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi vojib dedi, sohiban val jumhur sunnat dedi. Lekin sunnat degandimi bu vojibga yaqin sunnat dedi. Ama odatki sunnatdan yuqori. Endi Hanifi mazhabda vojib degan qarashni tutsak, vojib bo'lgan bu vitr qazo qilinib ketib qolsa, buning qazosi o'tib ketgan farz namozlar qatoriga tizilmaydi. Bu vitr o'tib ketgan qazo namoz qatoriga tizilmaydi. Chunki bu vojib, farz emas. Li'annaha laysat min al-fara'id. Wa li'annaha law adadnaha kamulat as-sitt. Yani bir tarafı biz uni 5 farz namoz bilan birga sanaydigan bo'lsak, bir kunlik namoz 6 namoz bo'lib ketib, 6 to'liq bo'lsa tartib tushib ketadi degan to'qqiz. Wala tadkhulu fi hadd at-takrar. Qarsak 6 namoz bo'lsin, takrorlanish yo'q. Asli 5 vaqt namoz desak, ikkinchi kunning bomdati bo'lsa, bomdat 2 bo'lib takrorlanib qolgan bo'ldi. Mana 6 namoz bo'lsa-mu, bir namoz takrorlanib qolmadi. Va huwa al-ma'khud fil kathra. Endi takrorlanish shu ko'p deydigan bir sababdir deydi. Bunda bo'lgan ekan, bu farz qatorida tizilmaydi, lekin buning qazosini tartib bilan qilamiz deydi. Yani san jihatdan biz sanashda, ko'p ozliqni hisoblashda uni kirmaydi, lekin biz qazo namozini o'qigan chaqda, masalan, sham o'qidik, xuftan o'qidik, endi xuftandan keyin qazoga vitrni o'qitib, undan keyin atisning bomdatini o'qiymiz deydi. Menda tartiblar. Ammo sanashqa 5-6 deyishga kirmaydi. Qala va yaqdis salavatul khams. Endi qazo qildigan namozlar qaysi namozlarni qazo qiladi, qaysini qilmaydi degan masala. 5 vaqt namozni qazosini qiladi. Lima ravayna biz yuqorida rivoyat qilgan hadislarga asosan man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha degandek. Ondan fadainullahi ahaqqu an yuqda deyaristak. Wal witra yana vitrnimi qazosini o'qiydi. Lima bayyana min wujubiha biz yuqorida bayon qilib o'tgan vitrning vojib ekanligi haqida kelgan bayonlarga asosan. Chunki biz yuqorida vojiblikni bayon qilib o'tdik deydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam man nama an vitrin aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu aw istayqad. Vitr o'qiyanmaganlar, uxlab qolib yoki unutib qilib o'qiyanmaganlar uyg'ongan chaqda yoki yodi kelgan chaqda o'qivasin deb buyurdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Unda o'niki bu mu qazo qilishni ko'rsatdi. Va fi rivoyatin man nama an vitrin falyusalli idza asbah. Kechida vitr o'qiyanmay uxlab qolgan bo'lsa, tong otgandan keyin vitr o'qivasin degan rivoyatlar. Bu mu sahih hadislar. Bu hadismi boshqa innalloh zadakum salatan degandek rivoyatlarga qitilib vitrning vojibligini ko'rsatdi degan. Va kullu zalika yadullu alal wujub. Bularning hammasi vitrning vojibligini bildirish bilan birga vitrni vaqtida o'qiyanmay vaqti chiqib qolsa qazosini qilishning vojibligini ko'rsatdi deydi. Va sunnatul fajr idza fatat ma'aha. Bomdatning kirga sunnati bomdat bilan birga qazo olib ketib qolsa, bomdatning kirga sunnatini qazo qiladi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam qadaha ma'aha laylatat ta'ris. Laylatat ta'risni biz dedik. Kishida ta'ris degan kechich yo'l yurib, so'hirliq vaqtda kechani yarim o'tgandan keyin aramalarda uxlab qolgani deymiz. Kechida yo'l yurish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba kiramlar bilan bir qo'shin bilan deydi, kechich yo'l yurib minib, charchab ketib, bomdatda oz qolgan chaqlarda bir aramalib oldi deb uxlamay o'tirdi, bu deb masalishib
Axiri bek charchab ketganlikdan Hazreti Bilal siz uxlaringlar, men o'g'itishga kepillik qilay, men o'tib turay, men o'g'itaman degan chaqda bular uxlagan. Uxlagandan keyin Bilal Muhammad uxlab ketgan, keyin oftob qiziq tushgan chaqda Andan Hazreti Umar va Hammalar uyg'ongan. Uyg'ongandan keyin Bilalni o'g'itaman degan to'g'risini uxlab ketib ketar. Ya'ni kan bu yerda yutkilib, bir tarafga berib, azan to'lab, bomdotni iskirga sunnati, iskirga farzini o'qigan. Sizlarning uxlab qolganimiz o'rniga kelishimizdan asaqlanmayapti. Endi o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shayton yutkelganligi, endi shu yerda bir shaytonlarning makoni olib, shaytonlar bir xil ig'irchilik sağan ehtimol bo'lishi mumkin deb o'tkelgan bir mazmun chiqdi endi shunda. Yani bizler uxlab qolgan o yataqni tashlab chiqib qilinmaydi. Ya boshqa yurishga ishlatadi. Lekin unda ma hadislar laylat tarix islam udu xudalik azanin nazil minas sama hadis zulaydain degandeklar udu shu bir voqealikda hadislar bordi. Bo'lmasa undan boshqa masalan bir guruh kishilar yo'l yurib kechida Aslında bir ahval boğan basılayla tarihse şu. Aşı kişilerine nispeten. Kala ve sünnetel fecri idâ fâtet ma'aha. Aş bamdatının parzilen billa kaza olab ketip kalsa, bamdatının sünnetini okuydu. Lekin bamdatının özünü okup boğan ahvaldı çoğu. Bamdatının parzini okup olaptı, sünnet kap kalgan ahvalda vaqt işketkenlikin okumaydı o deyin. Yani kazasını kılmaydı. Billa kaza olab ketip kalsa onu okuydu. Yalğız fikirge sünnetlen kaza olab ketip kalgan bolsa onu okumaydı o deyin. Bu şeyhanın karşı iken. وعن محمد أنه يقضيها وإن فاتت وحدها يعني محمد'ın karşı yalğız kaza olab ketip kalgan bolsa okuydu dedi. لأنه صلى الله عليه وسلم قضاها دون غيرها من السنن. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka namazın sünnetlerinin kazasını kılmagan bilen bamdatının işkirket sünnetinin kazasını kıygan. Depti Muhammed rahimahullah. Peki Resulullah peşiminin işkirket sünnetinin kazasını kıyganlığını biz Abdülkays kabilesinin ömürki kelgen vaktida meşgul bulup kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin işkirket sünnetini esirden keyin okuganlığını ve şu hakta sahabe-i kiramlar sürüş kılıp, koçlap, sorap Andın peşimden işkirket sünneti iken deb düşüngenlikini deb ötken. Nağın iken, bamdan işkirket sünnetinin kazasını kıygan, billi kıygan, perzilen billi kıygan. Peşimden işkirket sünnetinin kazasını yalğız kaza olup ketkende kıygan deyimiz. Neticede bizden aldığımızda az işki sayyadis buldu mu? Nağın iken, bamdan işkirket sünneti olsun. Başka namazının sünnet olab kalsın, farzilen birle ötep ketken bolsun, yalğız ötep ketken bolsun, keyin kazasını kısı buldu. Kımısın buldu. Bamdat'nınkine kımısı mı buldu sünnet. Lekin bunun da bek fazilet köp boğaçka, Allah'ı bir sünnet boğaçka, bunu kuldum bir koyaş, beklem eğir ahval. Onkin bunu kuldum vermesi lazım. Çünkü Bamdat namazda biz, Bamdatның vaqtida, Bamdatның işkirket farzdan başka fakat işkirket sünnetlam okuysa, onun başka namaz okumaysa dedik. Muşun bunu gösterdi, ay Bamdatның işkirket sünnetinin ne kadar faziletli kelgin göz. Aşınıqlam ruhsat kılındı. Onun başkaga ruhsat kılındı. Mesela bir iman kişi olsa, ma bir sivit mesela ya bir kardo deyle. Bunda aşınmış bir adamlam yetip kobudu, başka bir adamla kondumayımız diyendir. Bu bir Allah'ın göğsüdür. Lekin başka namazının vaxtlarında şu namazının sünnetini okuyamaz, kalsak namazını okusak buldu. Ondan keyin Bamdatның işkirket sünneti Allah'da. Bunun için hadislik kelgen. Yani jutta bunda sünnetinin kazası kılmaydı mesela. Farzının kazasını kılmaydı degan gap bag'o mesela. Bu zahiri mezhepten kirgen qarashlidir. Cumhur salaf vel halaf vel mezahib el arba'a namazını kaza kılış ba dedi. Yani ixtilaf bo'lib qolgan o'rinda qazo qilish bor edi. Albatta muttafaqan alayhi ijmo qilingan o'rin unutib qolgan va uxlab qolgan vaqt. Lekin o'zi namozning farziga inkor qilmagan holatda o'rinliq qilib jiddiylik qilib o'qimay tashlab qo'ygan bo'lsa, buni qazosini qilish vojib dedi jumhur. Ba'zilar zahiriy mazhabning qarashini tutib, qazo namozi yo'q deb turoldi. Ham sunnat kelsak, sunnatni qazo qilish yo'q debdi Sayyidisda.
qazosini qilish bor chiqdi. Bomdodning 2 rekat sunnatini qazo qilgan, peshimning 2 rekat sunnatini qazo qilgan. Lekin xolisa sunnat namozini qazo qiladi degan gap chiqdi. Miyadabto li'annahu sallallohu alayhi vasallam qadaha duna g'ayriha min as-sunan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodning 2 rekat sunnatini qazo qilgan, boshqasini qilmagan. Fadalla ala ikhtisasiha bidalik. Undan keyin bomdodning 2 rekat sunnatlarni qazo qilish bo'ladi, boshqasini qazo qilish bo'lmaydi degan ma'noni bildirdi. Bu Muhammadning qarashida biz hadis orqali raddiyagan bo'ldik. Wal arba'u qabla az-zuhri yaqdiha ba'daha. Peshimning oldi va keyini sunnat namozlari bor. Oldidagi 4 rakat sunnatni peshimning farzidan burun o'qiyolmay qolgan bo'lsa, peshimdan keyin qazosini qilib o'qiydi. Masalan, masjidga shunda kirishiga farz o'qiyotgan holatda ulgurgan bo'lsa, farzni o'qib bo'ldi. O'qigandan keyin hozir o'qish kerak bo'lgan 4 rakat sunnat bilan 2 rakat sunnat qoldi. Undan keyin asrga azon chiqishdan burun peshimning vaqtida peshimning farzidan keyin o'qiydi dedi. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم peşimden burunqa 4 rekat sunnatni o'qiyolmay qolsa, peshimning farzidan burun, peshimning farzidan keyin o'qiladi. Yani qado degan o'shada vaqti chiqayotgandan keyin, ya'ni buning vaqti xuddi farzdan oldida desak, asli belgilangan vaqti o'rni qo'ldan ketgandan keyin ado qiladi degan. Qado degan ado degan ma'noda. Va li'anna al-vaqt vaqtu az-zuhr. Chunki bu vaqt peshimning vaqti. Va hiya sunnatu az-zuhr. Bu 4 rekatmi peshimning sunnati. Undan keyin shu vaqt ya'nilar shu sunnatni o'qiydigan chog' demakchi. Hamda farzdan keyin o'qishga ittifoqlashgandan keyin farzdan keyin o'qiydi to'g'ri. Lekin 2 rekat sunnatni o'qib bo'lib o'qimdi yoki 4 rekat o'qib bo'lib, endi 2 rekat o'qimdi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Thumma anda Abi Yusuf rahimahulloh yaqdiha qabla rak'atayn. Abu Yusuf rahmatullohi alayh 2 rekat sunnatdan burun o'qiydi dedi. Li'annaha shuri'at qablaha. Chunki bu 4 rekat 2 rekatdan burun o'qiydiganligi yo'l qo'yilgandi. Va inda Muhammadin ba'dahuma. Muhammad rahimahulloh 2 rekat sunnatni o'qib bo'lib, undan keyin 4 rekat sunnatni o'qiydi debdi. Li'annaha fatat an mahalliha. Chunki 4 rekat sunnat o'zining o'rni qo'ldan ketgan. Fala tafutu ath-thaniya an mahalliha aidan. Undan keyin biz ikkinchi sunnatni o'zining o'rnidan suratmaymiz. Bu xuddi mana xato o'chirib turgan odam bo'lib qolsa, biraylarning navbati bir soatdan ketib qolgan bo'lsa, keyin kelsa, kimki hammani bir qatimdan surib oqiga, oldiga tiqib qo'yamdiq yoki safning oq o'rib turamdi deganda ketdi. Hozir shu tartib bor-da, lekin tartib birinchi qarashda 4 rekat boshda shunami? Undan boshda o'qiydi. 2 rekat keyin 2 rekat keyin o'qiydi. Endi Muhammad bu 2 rekat hozir farzdan keyin o'qish yo'l qo'yilgan. Farzdan keyin qaysi bor? 2 rekat sunnat bor. Undan keyin 4 rekat o'qiyolmay qolgan orliqqa tiqmam 2 rekatning o'rnidan suritib tartibni buzmaysa demakchi. Demak, har ikkisi hozir tartib bor demakchi. Qanday qilsak tartib bo'yicha o'qigan bo'lamiz deganda ixtiloflashib qoldi. Abu Hanifa rahmatullohi alaydan bu masalada rivoyat kelmagan. Abu Yusuf Muhammadning qarashlari bor. Ba'da zuhr degan 2 rekatdan ilgari deganni o'zi ishildi, 2 rekatdan keyin deganni o'zi ishildi. U unda mujmal. Namazdan oldiga cho'yib sunnatlardagi o'zining farzini o'tab tushsa, oldida dolanma shu farzini o'qish bilan vaqt chiqib ketsa, qazolab tutilgan gap bormi? Ya tartib qazo bo'lib ketdi. Qazo bo'lmaydi, endi tartib qazo bo'ldi. O'zining o'rni qo'ldan ketdi demakchi. Niyat qilib mesela niyat o'qiymiz-da, mesela ishni oldin ko'targan o'tib ketib, mayli oldin o'qilish kerakdan keyin o'qish vaqti niyat vaqtimizni qazosi o'qilib o'z vaqtida o'qilib. Ya shu to'dirga sunnatni o'qidim. Uni qazo deyilib bo'lmaydi, chunki u shu vaqtida o'qildi. Vaqti shu. Lekin tartib jihatdan o'rni qo'ldan ketgan. Yo'q. Lekin ilgirki 4 rekatni 2 rekatdan 2 rekat fasila bo'lgani bor. Yani peshimning 4 rekat ilgirki sunnatni 2 rekatdan fasila bo'lgani bor. Fiqhini qarasanglar shunda usul bor. 2 rekatdan 2 rekatdan bo'lib o'qish bor. Va hada bi xilaf sunnatul asr.
Endi sunnatul asr olsa bunun qazosini qilmaysiz degan gap ma'lum. Masalan, bomdodning va uningdan boshqa namozlarning shu sunna muakkadalarni qazosini qilamiz. Tamam? Endi asr namozidan bo'lib qolsa qazosini qilmaymiz. Ya'ni asr namozidan burun 4 rakat o'qish batı. Sunna g'ayri muakkada. 4 rakat o'qimaymiz, asrni o'qidik. O'qigandan keyin ilgirki 4 rakat o'qiyolmay qolibdi, asrning farzdan keyin, asrning vaqti ketmagan chog'da oqiga tortib o'qisak bo'lamdi desa bo'lmaydi dedi. Li'annaha laysat mislaha fi at-ta'kid. Bunun sababi ikkidir. Birincisi, asrning 4 rakat sunnati boshqa namozlarda sunna muakkada emas. Peşimning 4 rakat sunnatidek muakkada emas. Yana bir sabab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asr namozidan keyin nafl namoz o'qishdan to'sgan. Navon keyin bu bir xil naflar qatoriga kirib, cheklangan doirada bo'lib qoldi deydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.